Uyda gurish tamqi etganda eshib qolgan munda gurish yana mifanni isrof qilib munda chaqlarda balla amroq laza yani lati yoqilib bering og'iz qulog'iga yetib ketadi. Eshib qolgan gurishga ahvol qarab uni aralashtirib olamiz. Bir qo'shiq tenfin qetvasak texi yaxshi. Agar topolmay qolsang yana mayli ya. Anadan keyin yana yarim qo'shiq uvoq laza, bir qo'shiq tuz, bir tal tuxum chiqib toza elashtirilib, xemir qilib yo'g'irib olamiz. Navoda mifan qo'lga chaplashgan ahvollar bo'lsa, yana azroq un sepib versak bo'ladi. Uzoqroq qishsak texim yeyishlik bo'ladi. Undan xemirni ambalga yeyib kesimiz, ya'ni kesgan vaqtda 3 tal siziqni urimiz, 4 siziq kelganda kesib shakl chiqarib saqlab bo'ladi. Ondan qo'rg'a yoki qozonga selib, cho'ng o'tda 20 minut dumlab, birdam shamoltib qo'yamiz. Yana qozonni isib, azroq moy, zira, sima, uvoq laza ahvolimizga asosan selib, qiyom qilib, bo'yamga tayyorlangan materiallarni selib laylashtirib olsak bo'ladi. Qani yurak berib saqlab qo'ying, bozorninkidan yeyishlik eng muhimi tarkibi ishonchlik bo'ladi.